4ta 5ta, ba'zilarida mana buni qaraydigan bo'lsak, ko'proq ham aka, bo'ladi. 3ta, 5ta, mana 8ta. 8ta 9tagacha bor. 8ta 9tagacha meva bor ekan. Bizdan oz yondan ko'rib. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Hozir lavhamiz Buxoro viloyati Peshku tumanida aynan Sakata kompaniyasining Ferrari qizil bulg'or qalampirlari ekilgan issiqxonadamiz. Biz bilan suhbatda Sulton akamiz. Assalomu alaykum Sulton aka. Assalomu. Hormang ishlar bilan. Endi Sulton aka, odatdagi savolimiz, bu yerda ko'chatlarimiz ekilgan sanasi eslab o'tsak. Ko'chatlarimizni avgust oyining 10-sanasi qurilgan. 2024-yil 10-avgustda ekilgan. Endi buni ekish sxemasi hozir qanaqa tartibda ekilgan? Endi hozir bu oraliq 40 sm, 40 sm ga ekilgan. Ko'chat bilan ko'chat orasi. Ko'chat bilan ko'chatning orasi. Bunaqasi ham 40 sm. Demak 40 o'lchamda ekilgan. 40 ekilgan. Egat bilan egat orasi qancha olingan? 70 sm. 70 sm. Chunki dehqonlarimiz ko'p beradigan savollardan biri. Endi hali bu yerda terim jarayoni bo'lmagan, ha? Yo'q, terim bo'lmagan. Terim jarayoni bo'lmagan. Hurmatli kuzatuvchilar, mana hozir mevalarimizda o'sha rangga kelish jarayonlari boshlangan. Har bir tutda o'rtacha 4ta 5ta hisobiga. Yetilib kelyapti endi. Hosillar 4ta 5ta, ba'zilarida mana buni qaraydigan bo'lsak, ko'proq ham aka, bo'ladi. 3ta, 5ta, mana 8ta. 8ta 9tagacha bor. 8ta 9tagacha meva bor ekan. Bizdan oz yondan ko'rib qilganimizda o'rtacha har bir tutga Ferrari'da endi bu sortimiz. Ferrari mana oldi yaxshi rangga kelganlari ham bor bu yerda. Ferrari'ni ko'pchilik dehqonlarimiz yaxshi bilishadi. Buni aynan Sulton aka qizil yo'nalishda yetishtirish uchun tavsiya qilamiz. Dehqonlarimiz ham yaxshi bilishadi, chunki buni o'rtacha vazni endi shu paytgacha kuzatishlar natijasida 230-300 grammgacha bo'lgan oralig'ida bitta donasi massasi to'g'ri keladi. Bu yerda hozir o'rtacha shu 7-8 tagacha kamida mevalar bor ekanda. Shunday. Ayrimlarda 9 ta. Kasallikka chidamliligi mana chirish yo'q hisobi. Chirish bo'lmaydi barglariga yo tanalariga. Kasallikka chidamlik. Har xil kasalliklarga salqinroq saqlagan paytda ham o'sib ketaverar ekanda bu. Barglari ham ko'p sarg'ayib to'kilmaydi. Mana ekilganiga uzoq muddat bo'lishiga qaramasdan, yilni eng og'ir muddat mavsumi hozir. Shunga qaramasdan, demak, ancha stresslarga, past temperaturalarga, minimum temperaturalarga ham ancha chidamli. Asosiy mana ildiz atroflarida hozir Sulton aka kichkina yamkachalar qilingan. Shunday. Bu maqsad nima, misol uchun? Bu yerimizga ko'rkurut bor. Pomidorga endi payvanda ko'chat qurib, buni yengardik-da. Buni bolgarskini payvandisini topib olmadik. Shu uchun endi ana bunga Organika F o'g'itidan foydalanib, oldimiz kiparos bilan margansovga quyib chiqdik. 2-3 kundan keyin Organika F'dan har 15 kun bir oyga bir marta oziqlantirib o'tiramiz. Shu natijasiga ildiz chirish to'xtashdi-da. Shu uchun lumka qilib chiqqandik tagiga. Har qaysi ko'chatning ostiga 200-300 gram oziqa ketishi uchun, o'sha udavriyalar nimalardan, ximikatlardan ketishi uchun saqlab o'tiramiz mana shu hosilimizni. Endi yaqinga teramiz nasib bo'lsa. Endi Sulton aka, mana Ferrari'ni birinchi marta ekib ko'rishdingizmi? O'tgan yil kichikroq sinamoqqa, sinash uchun bir 500 tup ekkandik. Bu boshqa sortlarga nisbatan yaxshi turib berdi uchun keyin hamma yerimizni shu sortdan ekdik-da. Hozir bu yerdagi maydonimiz 100% Ferrari. 100% Ferrari. 20 sotix. Bu tomorqada issiqxona xo'jaligi bu yerda 20 sotix maydonda ekilgan. Alohida yana dalaga ham yana 40 sotig'imiz bor. Biz ko'ramiz, nasib bo'lsa. Bu yerga ham Ferrari. Endi mana Sulton aka, xudo xolasa, mana pastki yarsidagi hosillar olinsa, mana yuqorini qarasak, mana bitta hosil shoxida yana 4 ta yangi hosillar shakllanyapti. Agar pastdagi hosillarni biz olishimiz bilan mana ikkinchi hosil shoxini ham ko'rsatib o'raylik Javohir. Mana ikkinchi hosil shoxida ham mana 3 ta. U to'rtinchisi ham unchasimi. Demak, bu nimani ko'rsatadi? Aynan Ferrari'da Sulton aka hali potensial imkoniyati bor. Misol uchun buni oz suhbatda aytdik-ku, buni yoshartirish jarayoni hali yozda bo'lsa, nima
osmotik bosim yuqori bo'ladi, unda yangilanish kuchli tezroq bo'ladi-da. Lekin mana bu mavsumda buni hosil olib o'zini qo'yadigan bo'lsak, mana bu yangi hosil chiqishi tezroq bo'ladi-da. Tez hosilga kiradi. Ha, tez hosil, ikkinchi etap hosilga o'tkazib, bemalol hali yana ikkinchi etapdagi hosillar olish imkoni bo'ladi nasib. Ildizi kuchli ekanda. Bu shu navni ildizi kuchli ekanda. Ha, demak, o'tgan yilgi sinovlarni sinov qilib ko'rib, bu yil ekib ko'rib, buni demak, aynan Buxoro sharoitida odatda yerda namlik yuqori bo'lar ekanda. Biz ko'p issiqxonalarga kirib kuzatishlar natijasida tuproq sharoitida endi suzot suvi yaqin bo'lgani uchun balkim tuproqda namlik yuqori, bu aynan ildiz kasalliklarining rivojlanishi uchun sharoit bo'lib qoladi. Demak, aynan Ferrarida shu ildiz kasalliklariga nisbatan chidamlilik bor. Yaxshi. Sulton aka, endi xo'p desangiz, narigi issiqxonani ham bir ko'rsak, so'toqda ko'ramiz. Xudo xolasa, dehqonlarimiz uchun real holatni ko'rsatib o'tamiz. Mana barcha yuqoridagi hosil shoxlar mana tayyor turibdi startda. Barlarga ham deyarli kasalligi yo'q. Ostdagi hosillar o'zishimiz bilan yuqoridan hosil berib ketish kerak deb planlashtiramiz. Mana o'sha oldi o'sha immunitet yuqori bo'lgan yoki o'simlik o'zini holatiga qarab mana yuqori yarishlarda hosillar o'sha shakllanib boshlaganda ikkinchi etapdagi hosillar, ikkinchi yarishlardagi hosillar mana o'sha shakllanib boryapti. Pastdagi asosiy hosil olinish bilan bu yana ham tezlashib ketadi, xudo xolasa. Endi hurmatli dehqonlar, mana hozir o'rtacha meva hali pishish fazasi davom etyapti. Bu yerda dastlabki rang kelish holati mana jigarrangdan hali balchiq rang deyiladi odatda dehqonlarimiz. O'shanda endi qizarishga o'tish fazasi bu. Bu hali yana ham yetiladi, yana ham o'sha qirmizi rangga o'tadi. Bu degani zichlash hisobiga yana ham massasi ortadi, xudo xolasa. Hozir mana bitta mevani vazni 195. Bu o'rtacha o'lchamdagilar. Hop. Bu 177 gram. 174 gram. Mana uchtasini bittada qo'yib ko'rsak, 546 gram. Bo'lyapti. Bu o'rtacha o'lchamdagilar oldik. O'ta yirik emas, kichik emas. O'rtacha mana shu o'lchamda. Biz kanalimiz odatda xaridorlar ham kuzatib borishadi. Ekranda Sulton akam telefon raqamlarini qoldiramiz. Agar qaysi xaridorlarimizga o'sha sifatli Ferrari hosillari kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha ekranda ko'rsatilgan Sulton akamga bog'lanishlari mumkin. Xudo xolasa bir 10-15 kunda dastlabki hosillar terish jarayonini amalga oshirib qolsa bo'ladi. Bir hafta 10 kunlarda holatiga qarab, yana ham xaridorlarning talabi qanaqa nima bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqib bog'lanib gaplashib olishlari mumkin. Keyingi issiqxonani ham bir ko'rib o'tamiz. Hurmatli dehqonlar, mana Sulton aka ikkinchi issiqxonalarga o'tdik. Bu yerda demak birinchi issiqxonada 20 sotik, bu yerda 40 sotikdan oshiqroq joy. Umumiy holatni ham bir ko'rsatib o'tsak bo'ladi. Umumiy hajmni ham. Sulton aka endi bu yerda keyinroq ekilgan, 1-sentyabr. 1-sentyabr bo'lsa, undan demak 20 kundan o'tib ekilgan holat ekan. Endi Nizomiddin aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Biz bilan hamkor, ko'p yillik mutaxassis agronom, akamiz ko'chatchi. Endi Nizomiddin aka, mana siz xolis mutaxassis sifatida Ferrariga Buxoro sharoitida aynan mana shu perxod davr deyiladi, me'yorli sezon deyiladi yoki o'ta qisqa yoriq kunli sharoitda, og'ir bir sharoitda yetishtirishdagi mana natijalarni ko'rib, dehqonlarga nima tavsiyalar bersak bo'ladi? Albatta, birinchi dehqonni yutuqi yaxshi urug' tanlab bilish. Yaxshi urug' tanlab bilsa, 50% ga hosildorlik degan gap bu. Urug'ini yaxshi tanlangan urug' 50%. Ikkinchidan dehqon o'ziga bog'liq. Mana Sulton ukamiz necha yildan beri taniymiz, u kishi mana dehqonchilik kelibdilar. Mana aytgan ishni hammasini vaqtida qilib, mana issiqligini, shamolatini berib turibdilar. Mana nasib qilsa, shunday sezon ana 7 ta 8 tagacha shu holatga olgan. Misol uchun qarang, juda namlik ham ziyod emas, boshqa stollari semirib kelgan, barglari ham ana yangilanib, chiroyli holatga turibdi. Mana tagiga hosil turgan holatga ko'ramiz, tepasi ishlab turibdi. Bu hozir bir 10 kunlardan keyin yo'q terib olsa, yana tepasi hosil beraveradi buni.
aj bo'lib ketadi. Mana daji hozir ham o'lib turibdi. Gullab turibdi mana, o'lib turibdi. Yo'q, yana ishlab ketadi buni. Bu o'zi o'simlik 2 yillikku bu. Masalan, shuni davom ettirib olsalar, nasibdan narxi ham yaxshi bo'ladi, 1-15 kunga qizorish ham keladi. Juda yaxshi. Dehqonchiliklar nasib qilsin. Dehqonchilikni birinchi yerdan boshlash kerak, yerni chiroyli qilib tanlash kerak. Bizlarning ko'p dehqonlarimiz yerni vaqtiga tayyorlamaydi, nima qilmaydi, keyin ko'chani ham qurish pasatkalarini ham bir qurish paytiga chalashib qo'yishadi. O'shani hammasini fakturani bir xil qilib olib kelinsa, mana bunday natija kelib chiqadi keyin. Bittasini qilib ana masalan 5 ta faktura bo'lsa, 5 ta qilib o'tsangiz qancha osh olib bilasiz. 3 tasini qilib 2 tasini qilmasangiz ololmaysiz, kamgina olasiz. O'shanga qarab bo'ladi hosildorlik ham. O'shuning uchun juda dehqon harakat qilish kerak. Avvalambor Xudodan so'rab, yaxshi hosildorlik olsa o'zi daromad oshadi, yana qiziqish o'rtadi, yana issiqxonani ko'paytiradi. Bo'sh qo'ymas kerak issiqxonani. Bu bo'lmasa bir brokoli, boshqa gulkaram, nima karamlardan ekib turish kerak bu kunlariga ham. Shu bo'sh qo'ymas kerak. Issiqxona bormi, ishlatish kerak dehqonlar. Boya so'z yaxshi aytib o'tdingiz. Nizom aka, har bitta faktorda o'z o'rni bor. Hali 100% natija bo'lish uchun har bir narsaning ulushi bor-da. Agrotexnikani urug'da aynan Ferrarini mana shu qisqa yoriq kunda, mevsim sezon deymiz. Mana shu mavsumda ishlash xususiyatiga qanaqa baho berasiz Ferrariga? Buni o'da yerga issiqxonaga o'lchadi 200 gram kelyapti. Bittasi buniki bu 300 gram chiqadi pishsa bu. Bu uni ko'rak unikidan katta. Mana shu yirikroq. Ana shu buni yirik bo'ldi, pishmagan o'latga qarang, qanaqa o'latga turibdi bu. Nima payti? Bu uni yirik katta ekan bu. Nimasi? Hosildorligi yaxshi bu yerniki. Yerga nisbatan shu переходga masalan qisqa kunlarga ana dekabr yanvarga mevsim sezon deydi-ku ruschasiga endi unday emas endi bu yerga issiqlik bergani uchun harakatda bo'lgan, lekin stoli semirib, qalinlashib, ana tepasidagi tashamasdan gul olib kelyapti ana. Bu yerda bu hosildorlik yana kunlar uzaygan sayin, issiq bo'lgan sayin yana gullab, yana davom ettiraveradi hosil berishni. Mana shu yerda yana bitta misol tariqasida bir holat ko'rsatib o'tsak-da, Nizom aka, mana haroratni o'simlikka nimasi foydasi. Mana bir xil sharoitda ekilgan, lekin mana bu yerda Sultonaga asosan isitish tizimini liniyasi o'tganda, devor bor. O'sha hisobga mana egat boshdagi bir xil sharoitda bo'lsa-da, lekin harorat hisobiga bu yerda mana qizarish jarayoni mana 20 kun oldin ekilgan nimaga deyarli kelib qolgan, yetishib qolgan. Mana butun qator bo'ylab qaraydigan bo'lsak, hamma o'simlikda, mana o'simligimizda mana xo'p 7-8 ta bo'lsa, o'sha 4 tasi rangga kelib bo'lganda. Demak, aynan o'lchamga kelgandan keyin Sulton aka, mana sizdagi holatni bir real holatni ko'rib, demak, haroratdagi biroz bu yog'i tabiat o'zi ham yordam qilsa, plus isitish tizimi orqali biroz yuqori harorat berilsa, qizarish jarayoni yana ham tezlatish mumkinligini mana real holati isboti. Kechqurun necha beryapsiz issiqxonaga kelsa? 11-12. 11-12 kamda bunga hozir. Endi bu xraneniga turganda ushlab turibsiz hozir buni. Masalan 11-12. Agar 13-15 ga chiqib olsangiz, ana holat kelib chiqadi. Tezlashadi. Endi bu yog'ini sal tezlashtirib oling, chunki kunlar uzayapti. O'sha narxga ham qarab borasiz, keyin hosillik ham olib bo'lgan, keyin ikkinchi bu yerdan yana hosil olish uchun buni sal tezlashtirib olish imkoniyati bor-da o'zi. Mayli o'sha ozgina o'sha issiqxonangizga ko'mir ketadimi, gaz yoqasizmi, o'shani issiqlik berib, buni tezroq yetiltirib olish kerak o'zi. Uni vaqti keldi o'zi. Bir 10 kun 15 kunga narxi ham yaxshi bo'ladi, bu yo'q ham ishlab ketishiga imkoniyat paydo bo'ladi. O'sha yuqori yarishda yangi hosillar shakllantirish uchun tabiat o'zi ham sharoit kelib qoldi. Quyoshli kunlar ko'payadi, kunlar uzayib boryapti, yer isib kelyapti. Juda yaxshi, ajoyib, nasib qilsin. Sulton aka, Nizom aka, sizlarga katta rahmat. Hurmatli kanalimiz kuzatuvchilar, rahmat. Kanal kuzatishda davom etasizlar. Yana bir bor shu ekranda telefon raqamlarini qoldiramiz Sulton akamni. Agar aynan Ferrari hosilini izlagan xaridorlarimiz bo'lsa, tadbirkorlarimiz bo'lsa, ekranda ko'rsatilgan telefon raqamlariga murojaat qilishlari mumkin. Sifatli ko'chatlarga bo'lgan talab bo'ladigan bo'lsa, Nizom akamning ham telefon raqamlarini qoldiramiz. Aynan sabzavot ko'chatlarini, poliz ekinlari ko'chatlarini yetishtirib berish bo'yicha imkoniyatlari bor, bog'lanib aloqaga chiqishlaringiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Kanalni kuzatishda davom etasiz.